Endi bu yerdan VVC bo'limini yozamiz. Va mana galочка chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Уже bizning pullarimiz hamyonimizga yetib bordi va hamyonimizga o'tib tekshirib olamiz. Va mana do'stlar, ko'rib turganingizdek $16.28 va istoriya bo'limiga o'tsak, bu yerdan mana bizga 31 rubl уже hamyonimizga yetib keldi. Hozirda saytimizda 100% to'lovda saytdan. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bu Osmoniy kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan ajoyib bitta sarmoya sayti haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi bizani pul ishlab boradigan saytimizning nomi Sky Money deb nomlanadi. Bu saytimizning manzili videomizning описаниесida hamda закрепленный kommentariyada qoldirib ketaman. Sizlar shu manzilimizga bosganingizda sizlar xuddi shunday oyna ochadi va birinchi navbatda saytdan registratsiya o'tib borish kerak. Buning uchun mana shu 3 ta tugmani bosamiz. Va bu yerdan registratsiya bo'limiga o'tamiz. Va endi bu yerdan o'zimiz uchun login kirgizib olamiz. Va bu yerga emailimizni yozib o'tamiz, Gmail akkauntimizni. Bu yerga o'zimizdan parol yaratib, o'sha parolni yana bir marta takrorlab yozamiz. Va endi bu yerdan registratsiya bo'limini yozamiz. Mana registratsiya o'tib oldim. Bu saytimizdan biza kunlik sarmoyali tarzda pul ishlab olishimiz mumkin. Sarmoya tarzda ham pul ishlab olsak bo'ladi. Barcha pul ishlash usulini videomda ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga bu yerdan mana shu 3 ta chizgichani yozamiz. Bu yerdan poponit bo'limini yozamiz. Va bu yerda tariflarni ko'rib olishimiz mumkin. Bizda birinchi tarifimiz pulimizni 128% ga 60 soat davomida ko'paytirib bergan va har 7 daqiqada bizga pul berib borar ekan va bu yerda eng kichkina kirish summasi 100 rubl tashkil etgan. Ikkinchi tarifimizga bizga pullarimizni 130% ga 54 soat ichida ko'paytirib bergan va har 7 daqiqada bizga o'sha priblyni berib borar ekan. Va bu yerga eng minimal kirish summasi 500 rubl tashkil etgan. Bizga uchinchi tarifimiz 133% lik bizga pulimizni ko'paytirib bergan va 50 soat davom etishar ekan. O'sha 7 daqiqada har 7 daqiqada bizga pribly berib olgan va bu yerga eng minimal kirish summasi 950 rubl tashkil etgan. Bu yerda ham boshqa tariflar ham mavjud, kattaroq tariflar, lekin ularga summa kirishini, katta summa kirishini tavsiya bermayman, chunki sayt sizlarni bloklab qo'yishi mumkin. O'tgan safar videoda sizlarga mana shu saytga investitsiya qilishni ham ko'rsatib o'tdim. Bu hozirda sayt yangi ochilgan sababli 100% to'g'ri qo'rqmasdan bemalol mana shu birinchi, ikkinchi tariflarni sotib olib turib, pul ishlab borsanglar bo'ladi. Buni sotib olish juda ham oddiy. Shuning uchun masalan birinchi tarifga investitsiya kirgizmoqchi bo'lsanglar, o'sha birinchi tarif tanlaymiz. Va bu yerdan qaysi sistema orqali summa kirgizmoqchi bo'lganini tanlaysizlar. Masalan, Payer bo'lsa Payer'ni tanlaymiz. Bu yerda har xil hamyonlar mavjud. Payer. Bu yerda esa qancha summa kirgizmoqchi bo'lganini yozib qoldirasizlar va dalay tugmasini yozamiz va bizani boshqa oynaga olib o'tadi. Bu yerga biz masalan Payer hamyon tanlagan bo'lsak, Payer hamyonda maxsus o'zi Payer hamyon raqamini beradi. O'sha hamyonni kopiyat qilib turib, o'sha belgilangan summani tashlaysizlar va tashlagan summalarni ID'larni kopiyat qilib turib, o'sha joy bo'ladi maxsus, o'sha joyga tashlaysizlar va sizlarda avtomatik tarzda pulinglar investitsiya bo'lgan hisoblanadi va o'zinglarni qilgan investitsiyalarni bu yerdan My Deposit bo'limidan ko'rib olishingiz mumkin. Men My Depositni ko'rishingiz mumkin. Saytga men 200 rubl sarmoya kirgizganman va hozirda bu aktiv hisoblanyapti. Ya'ni hozirda bu pul ishlab boryapti menga. Hali ham pul ishlab turibdi. Hamda bu yerdan keyin mana shunaqa tarzda saytga sarmoya kirgizib turib, pullarimizni 128%, 350% gacha ko'paytirib olsak bo'ladi. Sayt hozir 100% ishlayapti. Bemalol qo'rqmasdan investitsiya qilib ishlab borishingiz bo'ladi va keyingi bo'limizda bonus bo'limi. Bu bo'limga o'tsak, biz YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, VK, Twitter, Facebook, TikTok hamda mana shunaqa ijtimoiy tarmoqlarga mana shu sayt haqida videorolik joylab turib, 10 rubldan 15,000 rublgacha bonus olsak bo'ladi. Uning uchun mana shu ijtimoiy tarmoqlar mana shu sayt haqida video joylaymiz va o'sha joylagan videomizni yoki postimizning manzilini mana shu yerga kopiyat qilib qo'yamiz, tashlaymiz va bu yerda отправить etsak, bizga 24 soat ichida bizning zaifkamiz ko'rib chiqiladi va o'sha belgilangan summa, ya'ni 10 rubldan 15,000 rublgacha bonus taqdim etiladi. Va endi sizlar bilan bu yerdan qanday qilib pul ishlash ko'rib o'tdik va bu yerda mana referral bo'lim ham mavjud. Bu bo'limdan ham saytga do'stlarimizdan taklif qilib pul ishlab olsak bo'ladi. Endi saytdan pul chiqarishga o'tamiz. Pul chiqarish uchun VVC bo'lim mavjud. O'sha bo'lim orqali pullarni chiqarib olsanglar bo'ladi. Men saytdan kecha chiqarib olganman.
sayt 100% to'lab berdi. Hozir ham chiqarib beraman. Uni chiqarishdan oldin qaysi hamyonga chiqarmoqchi bo'lganini tanlaysizlar bu yerdan. Uni chiqarishdan oldin bu yerdan настройки bo'limiga o'tib, qaysi hamyonga chiqarmoqchi bo'lsak, o'sha hamyonni сохранить qilib qo'yamiz. Va endi saqlanib qilib olganimizdan so'ng vvести bo'limidan qaysi hamyonga chiqarmoqchi bo'lganimiz hamyonga va yoki qancha summa chiqarmoqchi bo'lganimizni yozib qoldiramiz. Mana per hamyonga chiqarmoqchiman. Per hamyonni tanladim va qancha rubl chiqarmoqchi bo'lganimni yozdim va endi birinchi sizlarga isbotlash uchun per hamyonga o'taman va balansimni tekshirib olamiz. Balansimda 15 dollar 88 sent mavjud. Mana obnoyit berib ko'ramiz. Endi saytga o'tamiz va pullarimizni o'tkazamiz. Endi bu yerdan vvести bo'limini yozamiz. Va mana galочка chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Уже bizning pullarimiz hamyonimizga yetib bordi va hamyonimizga o'tib tekshirib olamiz. Va mana do'stlar, ko'rib turganingizdek 16 dollar 28 sent va istoriya bo'limiga o'tsak, bu yerdan mana bizga 31 rubl уже hamyonimizga yetib keldi. Hozirda saytimizda 100% to'lovda. Saytdan qo'rqmasdan pul ishlab borsanglar bo'ladi jigarlar. Mana Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalimning manzilini videomiz описаниеda, закрепленный kommentariyada qoldirib ketaman. Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Telegram kanalimga men har kunlik mana shunaqa saytlardan chiqarib olgan pullarimning cheklarini va eng so'nggi yangiliklarni o'sha Telegram kanalimga tashlab boraman. Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Videom sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.